Hammaga salom jigarlar. Sizlar bilan Alif Uz. Xullas, ko'p gapirmasdan bugungi videodagi maqsadimizni aytamiz. Xullas, men bugungi videoda mana shu Changalzorda 50 kun yashab qolishga harakat qilaman. Ko'ramiz bu 50 kun davomida nimalar ko'rarkanman, nimalar qilarkanman. Ha, aytgancha do'stlar, yana bir narsa aytish yodimdan chiqyapti. Bilasizlar, 10 kundan oshiq vaqt bo'ldi yangi video qo'yganimga. Shuning uchun ham yangi video qo'yishga qaror qildim. Bilasizlar, aktiv ancha pasayib ketgan. Bunga sabab esa men YouTube'dan umuman qiziqish qolmadi. Shuning uchun mana shu videoning kommentariyasiga bir men uchun motivatsiya bo'ladigan gaplar yozib ketsanglar, xursand bo'lgan bo'lardim. Balki motivatsiya bo'lib, yana aktivda ko'tarilishiga sabab bo'lishlari mumkin bo'lardi. Xullas, ko'p gapirmasdan boshlaymiz. Ha, aytgancha doimgi gapimda bu safar aytmayman, ya'ni obuna bo'ling demayman, chunki men do'stlar hamma videomda aytib zerikdim. Ota-bobolarimiz aytishgandek, yaxshi otga bir qamchi, yomon otga 1000 qamchi deyishgan. Yaxshi odamlarga bir marta aytsam ham obuna bo'lishadi, ammo shu kungacha ko'rib turayotgan odamlarga necha marta aytsam ham obuna bo'lishmaydi. Yana qaytarsam ham bari obuna bo'lishmaydi. Shuning uchun gap cho'zmaymiz. Qani, let's go. Xullas, doimgidek birinchi ishni daraxt chopishdan boshlaymiz. Endi bo'lsa tosh qoziymiz. Endi esa o'zimga kerak bo'ladigan asbob anjomlarni yasab olaman va yasab ham bo'ldim. Keyingi navbatda endi mana shu daraxtni pulni chopib tashlashim. Xullas, bu daraxt qoladi, qolgan atrofda mana shu hamma daraxtlarni chopib tashlaymiz. Savol berishinglar mumkin, nima uchun o'yinni boshidan daraxt chopish bilan boshlayapsan deb. Javob oddiy. Birinchi bo'lib o'zim uchun uy qurib olmoqchiman. Mana shu atrofga o'zimga zo'r qilib uy qurib olsam, albatta yaxshi bo'lgan bo'lardi. O'yin boshida uy qurish bu menimcha yaxshi. Shuning uchun to'lka daraxt chopamiz. Xullas, mana yaqin atrofdagi barcha daraxtlarni chopib oldim va boltamni ham o'sha jon qolmadi va bizda bir staku 15 ta daraxt. Endi bo'lsa uy qurish ishlarini boshlaymiz. Xullas, uyni mana shu daraxtda qurmoqchiman. Ya'ni daraxtdagi uycha bo'ladi. Qani bo'lmasam kerakli balandlikka chiqib olaman. Mana o'sha platformasi ham tayyor. Endi bo'lsa mana ichkarilarini to'ldirib chiqsam, shu bilan menimcha deyarli yarmi bitadi. Lekin o'sha qorong'i tushibdi. Menda esa kravat yo'q. Hammayli kechasi bilan uy qurib chiqaman. Va mana o'sha uyimiz ham to'g'rirog'i daraxtdagi uyda platformasi tayyor. Endi esa pastga tushish kerak. Sababi men aytgan narsani bekitib tashlagandim, endi topolmayapman. Endi pastga qanday qilib uron olmasdan tushish mumkinligini o'ylab turibman. Menimcha qanday tushsa bo'larkin-a? Shunday tushishim kerakki, uron olmasligim kerak-da. O'xshamadi. Xullas, mayli, xo'sh, mana bu yerda ekan. Endi esa ana do'stlar, menimcha yaxshi ko'rindi, faqat bu tarafiga ham sandiqlar qo'yilsa, menimcha yana ham yaxshi. Menimcha endi yaxshi ko'rinyapti. Faqat mana shu narsalarni olib tashlash kerak. Xullas, mana pastki tarafdan ko'ringani va endi o'zimga kichikroq shaxtami, konmi topib, ozroq mayin qilaman. O mana kon ham bir pasda topildi va bu yerdagi kon desam bu yer kichkina chuqur ekan. Barcha ko'mirlarni va temirlar yig'ishni boshlaymiz. Bitta 2 dona xolos ekan. Ha, mayli, boshqa topaman. Yana shu atrofda kon bo'lishi kerak. Qani go qidiramiz. Kon topmadim-u, lekin mana bu yerda ozroq torvuzlar topdim. Bu torvuzlarni ham olib ketish kerak. Bularni ham kelajakda ferma qilib ko'paytiramiz. Albatta kelajakda.
Xullas, qidirib shu yerni topdim. Balki shetdan ko'mich bo'lmaganda ko'mirlarni olib ketarman. Lekin kon topolmayapman hech qayerdan. Polni changalzorda yuribman. Aytishinglar mumkin, uyingni yo'qotib qo'ymasanmi deb. Yo'q, yo'qotib qo'ymayman. Uyim mana deyarli ko'rinib turibdi. O'na. Xullas, uyimdan unchalik ham uzoqda basman. Mana xullas birinchi temirimiz. Endi bo'lsa shu kondagi barcha temirlarni birin-ketin olib ketaman. Albatta birinchi shundan boshlaymiz. Va endi konda oxiridan chiqyapman va uje kech ham tushib qopti. Endi bo'lsa uyga sekingina suramiz. Yo, kakao. Mana shu narsadan pechenye tayyorlasa bo'ladi. Lekin aniq bilmadim. Yo'q, bu yerda yana kon bor ekan va yana temir. Bularni ham olib ketamiz. Shoshilib qaqayam ketyapman. Hamma temirlarni olib ketish kerak. Men bu yerda juda katta kon topib oldim. Buni qaranglar kattaligini. Lekin batga hozir tushmaymiz. Hozircha va shu 42 ta temir ham yetadi. Sekin ortga qaysigam bo'ladi menimcha. Sababi kirkam ham sindi. Hammaga davom etkim kelmayapti. O'zi 42 ta temir ham anchaga yetib qoladi. Hozir esa sekingina uyga boramiz. Ana uyimiz ham ko'rinishni boshladi. O'zi uyimdan unchalik ham uzoqqa ketmagan ekanman. Uzoqqa ketmagan ekanman. Topish unchalik ham qiyin bo'lmadi. O'zi meni xotiram yaxshi ishlaydi, qatdan kelib qatga ketganim. Faqat yomon tarafi ba'zi qop-qorong'i. Buni esa to'g'rilash kerak. To'g'rilash yo'li esa endi esa temirlar erishini kutamiz. Mana orada ancha vaqt ham o'tdi. Menimcha endi temirlar hammasi erib bo'pti. Va bizda jami 42 ta temir. Endi esa o'zimga kerakli resurslarni yasab olaman. Va biz mana full temir, branya, full temir narsalar va paqir ham. Xullas mana shuncha narsaga ega bo'ldik. Endi esa o'zim uchun to'lka daraxt chopib, ko'pgina daraxt chopib qo'yaman. Sababi esa yana ikkinchi qavat ham qurmoqchiman. Va men bu atrofdagi mana polni daraxtlarni chopib tashladim, bitta qo'ymay. Va bizda 53 ta oddiy daraxt blok va 57 ta mana bu changalzor daraxti bo'ldi. Endi bularni sandiqqa solib, keyingi ishimizga o'tamiz. Faqat endi bo'lsa g'orda to'lka mine qilamiz. Ya'ni ko'plab xullas shunday qilamizki, temirdan, ko'mirdan shaqangi resurslardan umuman muammo bo'lmasligi kerak va keyingi balki yarim soatimni mana shu konda resurs to'plash bilan o'tkazaman. Qani go. Va men mana g'ordan chiqyapman, to'lka narsalar qozdim. Va mana bizda qozilgan narsalar 1 staki 17 ta temir, 1 staki 16 ta oltin, 1 staki 13 ta ko'mir, 36 ta lapis lazurit, 46 ta restovan va 8 dona olmos. Menimcha bular keyingi ozroq vaqtim uchun yetadi. Endi bo'lsa uyimni topib, bu temirlarni eritib olaman. Uyimni topolmayapman do'stlar. Mana u tumanda, mana va nihoyat o'zi ham bu o'rmonda o'zi ham bir necha marta aynalib chiqdim bilmadim, lekin mana shu uyimni topguncha chakanaka bunga qaranglar, tumanda hech qancha joy ko'rinmayapti. Shuning uchun shunaqangi qiyin bo'ldi topish. Faqat bu jarayonlarda sizlarga doim degidek pauza qilib o'tkazib yuboryapman. Qani bo'lmasa yana kutamiz. Bilmadim qancha kutishimni, lekin yana kutaman. Xullas videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Albatta videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizga juda ham kattagina rahmat. Va albatta o'yin boshida aytganimdek, menga motivatsiya bo'ladigan gaplardan yozib ketishni unutmang. Zora
ruhim ko'tarilib, motivatsiyam oshib, tez video chiqarsam. Albatta keyingi qism uzog'i 3 yoki 4 kundan keyin chiqadi, lekin bunaqangi uzoq vaqtga cho'zilmaydi. Eng uzog'i 3 yoki 4 kungacha cho'ziladi. Kanalimga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Xullas do'stlar, video oxirida reklama. YouTube'da Faxriddin degan bitta juda ham ajoyib, qiziq videolar qo'yadigan kanal bor. Hoziroq o'sha kanalga o'tib obuna bo'ling, videolarni ko'rib o'zingiz baho bering. Va xayr, salomat bo'ling.